Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli aktrisa Feruza Normatova haqida hozirgina juda yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Feruza Normatova Turkiyada o'tkazilgan muvaffaqiyatsiz kosmetologik muolajalari oqibatida umumiy narkoz olib, operatsiya qilingani haqida so'zlab berdi nomi ostida ijtimoiy tarmoqlarda turli xil video lavhalar tarqaldi. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang.